O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganiga 33 yil to'lishi munosabati bilan Ohangaron tumani bolalar musiqa va san'at maktabida nuroniylar, o'rta avlod vakillari, yoshlar hamda muddatli harbiy xizmat burchini o'tayotgan askarlar ishtirokida uch avlod uchrashuvi bo'lib o'tdi. Konstitutsiya xalqimizning erkin va farovon hayot sari intilishlarining mustahkam huquqiy asosi, adolat va qonun ustuvorligining ramzidir. Ana shunday ulug' sana munosabati bilan Ohangaron tumani bolalar musiqa va san'at maktabida tashkil etilgan uch avlod uchrashuvi tadbiri ham avlodlar o'rtasidagi bog'liqlik, hurmat va davomiylik timsoli sifatida alohida ahamiyat kasb etdi. O'tkazilgan uchrashuv davomida so'zga chiqqan faxriylar, mustaqillik yillarida amalga oshirilgan islohotlar, konstitutsiyamizning jamiyat hayotidagi ahamiyati, yoshlarning huquqiy ongi va madaniyatini yuksaltirish bo'yicha o'z fikr, mulohazalarini bildirdilar. Ushbu tadbirda uch avlod vakillari, nuroniy keksalarimiz huquqiy davlatda konstitutsiyaning asosiy roli, o'rni haqida tushuntirishlar berishdi. Shuningdek, tadbirda yoshlar konstitutsiyada belgilangan huquq va majburiyatlari, ta'lim olish, erkin fikr bildirish va kasb tanlash borasidagi imkoniyatlar haqida o'z qarashlarini bildirishdi. Bugun biz Toshkent viloyati Ohangaron tumanida uch avlod uchrashuvida muddatli harbiy xizmatchilar ham qatnashyapti. O'zimning safdoshlarim nomidan shu uchrashuvda qatnashib turganimdan juda ham xursandman. Bu uchrashuvda biz o'zimizga juda ham ko'p taassurotlar va ko'nikmalarni shakllantirdik. Nuroniylarimiz bilan suhbatda juda ham ko'p foydali ma'lumotlar va tajribalarni o'zimizga oldik. Bu uch avlod uchrashuvi o'z nomi bilan uch avlod uchrashuvi bo'lib, hozirda o'ziga juda ham yaxshi imkoniyatlar yaratilib berilyapti. Misol uchun bularga biz o'qishni va o'qishga kirishdagi sertifikatlarni misol qilib aytsak bo'ladi. Uchrashuv yakunida ishtirokchilar konstitutsiya har bir fuqaro hayotida mustahkam huquqiy poydevor bo'lib xizmat qilayotgani, tinchlik va barqarorlik g'oyalari, qonun ustuvorligi haqida atroflicha so'z yuritib, tadbir qatnashuvchilarining umumiy xotira surati bilan yakunlandi.